Assalomu alaykum, hurmatli Tunika fondi kuzatib boruvchi qadrli do'stlar. Barchalar omonmisizlar, qadrdonlar. Uzunligi salkam 20 metr darvozaxonamiz, eni esa 6 metr atrofida bo'lgan darvozaxonamiz. Qadrdonlar, juda ko'pchiligimizni qiziqtirgan savol. Mana shunaqa joylarimizga qanaqa summa ketadi degan do'stlarimiz uchun. Qadrdonlar, xuddi mana shu fasonimizda, xuddi mana shunaqa joylarga 30 million atrofida pul ketadi. Barcha mahsulotlari, reka lesalari, usta xizmatlari barchasi ichida do'stlar. Vodiy bo'ylab Tunikafon xizmatini sizlarga taklif qilamiz. Agar vodiydan bo'lsangiz, bemalol shu ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarning ham uyingizga mana shunday ajoyib ko'rinishda Tunikafonlarni qilib beramiz. Xo'p do'stlar, narx-navolarga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat tunikamizning narxi 135 ming so'mdan ketgan ishlatayotgan materialimizning kvadratiga tunikafonlarni qilib beramiz. Hozirgi vaqtda do'stlar, fevral oyidamiz hozir. Bu narx hozirgi vaqtda amal qiladi. Vaqti kelib narxlar o'zgarib qolsa, kelishilgan holda amal qiladi do'stlar. Yana uyingizning holatiga qarab kelishiladi. O'rtacha qilinayotgan summa shunaqa 135 ming so'm bo'lyapti do'stlar, ishlatilayotgan materialning kvadratiga hisoblanganda. Xo'p do'stlar, sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ikkilanmanglar. Bemalol shu ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'laninglar. Ekrandagi raqamlarda Telegramlar, WhatsApplar bor. Qadrdonlar, yana bir narsani sizlarga eslatib o'tib ketsak, darvozalarimizga MDF hamda oynalar ishlatishimiz mumkin. Siz tanlagan fasonga qarab, ular отдельный hisoblanadi. Biz aytilayotgan narsalar faqat tunikaning kvadratiga